Assalomu alaykum azizlarim. Bugun bitta narsa, ya'ni hammamizga qiziq va hammamizga muhim bo'lgan, nega biz qo'rqqan narsalarimiz, ya'ni qo'rquvlarimiz tez amalga oshishi haqida gaplashamiz. Hech e'tibor berganmisiz, nega biz qo'rqqan yomon narsalarimiz hayotimizga xuddi bir sehrli tayoqcha tekkandek tez sodir bo'ladi-yu, lekin eng chiroyli niyatlarimiz, orzularimiz bizni yillab kuttiradi. Biz bugun shu haqda, ya'ni ong ostimizni bu sirli mexanizmi haqida gaplashamiz, ya'ni uni sirini ochamiz, uni qanday qilib o'zimizni foydamizga ishlatishni o'rganamiz. Gap shundaki, biz yomon narsalarni o'ylaganimizda ularga shubhasiz ishonch bilan qaraymiz. Misol uchun, turmush o'rtog'ingizni sizga xiyonati yoki qandaydir bir moshenniklarga uchrab pulingizni yo'qotishingiz bo'lishi mumkin, yoki xullas yaqin atrofingizdagilarni sizga xiyonati bo'lishi mumkin, yoki ishingizda nimadir o'xshamay qolishi haqidagi o'y-fikr, qo'rquvlaringiz bo'lishi mumkin, muvaffaqiyatsizlik haqida o'ylashingiz bo'lishi mumkin. Bular bo'lishiga bizda ichimizda 100% ishonchimiz bo'ladi. Ya'ni unga 100% ishonch beramiz va hissiyotimizni ham beramiz. Ichimizdan o'ylagan vaqtimiz bu soniyalarda hal bo'ladigan narsa bu. Lekin yaxshi narsaga, orzularimizga kelganda, siz ichingizda o'ylaysiz, men bunga loyiqmanmi, hali tayyor emasman shekilli, qila olmayman, bunaqa bo'lishi mumkin emas, yo'q, birdan unaqa bo'lmaydi yoki balki shunaqa bo'lib qolar, lekin shunaqa bo'lib qolsa-chi degan o'y-xayol bilan orzuyimizni yo'liga tosh qo'yamiz, ya'ni to'siq qo'yamiz. Bizni ongimiz bu radio tizim, ya'ni radio tizim desak ham bo'ladi. Yomon narsa haqida gapirganimizda biz past chastotaga sozlangan bo'lamiz va u yerda tahlilga o'rin yo'q, ya'ni orzularimiz esa yuqori chastotada bo'ladi va u yerga chiqish uchun biz o'zimizdagi o'sha shubha va gumon, qo'rquvlar yukidan xalos bo'lishimiz shart. Endi sizlar uchun foydali bo'lish uchun 3 ta judayam zo'r amaliy texnikani beraman. Bu birinchi texnikamiz shunday bo'lishi tabiiy texnikasi. Siz nima qilasiz? Yaxshi niyat qilganingizda, ichingizda bu bo'lishi mumkin degan ovoz chiqsa, darhol o'zingizga bu men uchun tabiiy hol, xuddi tong otishi, tun botishi kabi judayam tabiiy deb ayting. Bu miyadagi o'sha blokni va tahlilni, shubhalarni yo'qotadi. Inson qachonki o'zi uchun o'sha orzular bo'lishini tabiiy holdek tasavvur qilganda, xuddi u orzulari o'sha insonni o'zi uchun yaratilgandek, ya'ni orzulari u uchun bo'lishi shartdek, orzulariga u o'zi loyiqdek his qilganida bo'ladi. Shubhalanganida, ikkilanganida, loyiqmaslik bo'lganda, balki lekin degan savollar bilan tahlil qilganda orzulari blokka tushadi. Demak, nima qilamiz bu texnikada? Orzungizni o'ylagan paytingizda ichkaridan bu bo'larmikin, shunaqa bo'larmikin degan ovoz kelsa, darhol to'xtatasizda, bu men uchun tabiiy hol. Xuddi tong otishi, tun botishi kabi oddiy deb ayting. Og'zingiz bilan gapiring, qulog'ingiz eshitsin. Miyingizni o'ylasangiz ham bu aynan tahlilni to'xtatadi. Ikkinchi, lekinni chunkiga almashtiramiz. O'zingizni tahlil qilishni boshlaganingizda, masalan, men boy bo'lishni xohlayman, lekin tajribam yo'q degan fikrlar kelsa, o'sha gapni teskarisiga aylantiramiz. Men boy bo'lishga loyiqman, chunki men yangi narsalarni o'rganishga tayyorman.
Men boy bo'lishga loyiqman, chunki men yangi narsalarni o'zlashtirishga tayyorman hamisha. Shunaqa gapni teskarisiga aylantirishingiz kerak. Ya'ni lekinni chunkiga. Tushundingizmi? Uchinchisi hissiy vizualizatsiya, ya'ni orzungiz amalga oshgan paytda 5 xil tuyg'uni tasavvur qilishingiz kerak. O'sha orzungizni hidini, ovozini, unga teginish hissini, rangini va o'sha orzungiz ichida yashayotgandagi quvonchni his qilishingiz juda muhim. Bu uchinchi eng asosiy bosqichi. Tahlil qilishga miyada vaqt umuman qoldirmaslik kerak. Buni qoldirmaslik uchun o'sha vizualizatsiya juda ham muhim. Uni hissiyotlar bilan to'ldirish esa eng asosiy kuluchi. Demak, menimcha bu tema hammaga qiziq bo'ldi. Fikrlaringizni albatta kutaman va bu bo'yicha orzularingizni tezda amalga oshirish bo'yicha yana ham kuchli texnikalar kerak bo'lsa, dasturlar kerak bo'lsa, lichkamga yozishingiz mumkin.